Kredit ta'tili olish bo'yicha yana bitta murojaatimiz ijobiy hal bo'lish arafasida. Qarzdor 100 ming dollardan ortiq kredit olgan, ma'lum sabablarga ko'ra to'lanmagan. Biz ariza tayyorladik, tegishli hujjatlarni ilova qildik va Markaziy bank boshqaruv raisiga taqdim qildik. Arizamiz ko'rib chiqildi va o'sha qaysi bankdan kredit olingan bo'lsa, o'sha bank rahbariga ushbu arizani ko'rib chiqib, qonuniy hal qilish bo'yicha topshiriq berildi. Keyingi harakatimiz bank rahbarining qabuliga kirish va talabimizni asoslab berishimiz kerak. Ya'ni, birinchisi bu sog'ligimiz yomonlashganligini tasdiqlovchi o'sha operatsiya bo'lganligining hujjatlari, ikkinchisi oiladagi yirik xarajatlar, masalan, farzandni kontrakt to'lovlarining shartnomasi va uchinchisi bu korxonani daromadi pasayib ketganligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilish kerak bo'ladi. Ushbu hujjatlar ko'rib chiqilib, bank rahbari tomonidan tegishli javob beriladi. Ijobiy javob yoki rad javobi. Bu javoblar rasmiy xat bilan taqdim qilinishi kerak bo'ladi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa va sizga kredit ta'tili olish yoki foizlarni qayta ko'rib chiqib, kamaytirib berish yoki boshqa muammolar bo'yicha qiynalayotgan bo'lsalaring, bizga murojaat qilinglar. Biz huquqiy maslahat beramiz va amaliy yordam ko'rsatamiz. Telefon raqamlar opisiyaniyada ko'rsatib o'tilgan.